Agar siz pensiyangizni bank kartasiga olsangiz yoki uyingizda ota-onangiz, buvingiz, bobongiz pensiyani kartaga olayotgan bo'lsa, bugungi ma'lumotni albatta oxirigacha eshiting. Chunki bitta kichik xatolik pensiya pulining kechikishiga, kartadan pul yechib olinmasligiga, hatto firibgarlar qo'liga tushib qolishga sabab bo'lishi mumkin. Men bu videoda pensiyani kartaga olishda nimalarga e'tibor berish kerakligini, kimlar xavotir olish kerakligini, kimlar esa bemalol davom ettirishi mumkinligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'ladigan muhim ogohlantirishdir. Avvallari ko'pchilik pensiyasini naqd pul shaklida olardi. Ya'ni belgilangan kun kelganda pochtachi yoki mas'ul xodim pensiya pulini uyma-uy olib borardi. Ayrimlar esa pochta bo'limiga borib olardi. Bu usulning bir tomondan qulayligi bor edi. Odam qo'lida naqd pulni ko'rardi. Bankomat qidirish shart emasdi. Karta ishlatishni bilmaydigan keksa insonlar ham qiynalmasdi. Lekin bu tizimda ham muammolar ko'p edi. Masalan, pul kechikib kelishi, odam uyda bo'lmasa qayta borish zarurati. Hujjatdagi imzo masalasi, yo'lda naqd pul tashish xavfi, ba'zi joylarda navbat va tushunmovchiliklar bo'lardi. Hozir esa pensiyani bank kartasiga olish kengaydi. Buning sababi oddiy. Karta orqali pul tezroq tushadi. Odam istagan vaqtda bankomatdan yechadi, do'konda to'lov qiladi. Pul harakati elektron tarzda ko'rinadi. Davlat uchun ham, bank uchun ham, pensioner uchun ham tartib aniqroq bo'ladi. Lekin men alohida ta'kidlayman, karta qulay. Ammo u bilan birga mas'uliyat ham keladi. Kartaning PIN kodi, SMS kodi, telefon raqami, bank ilovasi, bankomatdan foydalanish, karta muddati bloklanish holati, boshqa odamga ishonib berish kabi masalalar juda muhim. Eng katta muammo shundaki, ko'pchilik pensiyani kartaga olishni faqat pul tushadi va yechib olaman deb tushunadi. Aslida esa bu yerda bir nechta zanjir bor. Pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi kerak. Bank hisob varag'i faol bo'lishi kerak. Karta muddati o'tmagan bo'lishi kerak. Telefon raqami o'zingizniki bo'lishi kerak. Bankomat yoki bank kassasida pul olish qoidalarini bilish kerak. Zanjirdagi bitta joy ishlamasa, pul tushgan bo'lsa ham siz undan foydalana olmay qolishingiz mumkin. Men avvalo kimlar bu masalaga jiddiy qarash kerakligini tushuntiraman. Birinchi navbatda pensiyani yangi kartaga o'tkazganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, odam oldin naqd olgan, keyin bankka borib karta ochgan. U endi hammasi avtomatik bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin karta ochishning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Pensiya to'lanadigan tashkilotda aynan shu karta yoki hisob raqam ma'lumotlari to'g'ri kiritilgan bo'lishi kerak. Agar bankdagi ism, familiya, pasport ma'lumoti, tug'ilgan sana yoki hisob raqamda xato bo'lsa, to'lov qaytishi yoki kechikishi mumkin. Ikkinchi toifa, kartasining muddati tugayotgan yoki tugab bo'lgan pensionerlar. Bank kartalarining amal qilish muddati bo'ladi. Odatda kartaning old tomonida oy va yil yoziladi. Masalan, 1125 deb yozilgan bo'lsa, karta 2025 yil may oyigacha amal qiladi. Agar muddat tugasa, pul hisob raqamga tushishi mumkin, lekin karta orqali bankomatdan yechish yoki terminalda ishlatish imkonsiz bo'lib qoladi. Shunda odam pensiyam tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pul hisobda turadi. Faqat karta yangilanishi kerak bo'ladi. Shuning uchun men har bir pensionerga yoki ularning farzandlariga aytaman. Kartaning muddatini oldindan tekshirib qo'ying. Muddat tugashiga bir oy qolganda bankka murojaat qiling, yangi karta chiqaring. Kerak bo'lsa hisob raqamini pensiya jamg'armasiga yangilab bering. Uchinchi toifa. Telefon raqami boshqaning nomida yoki boshqaning qo'lida bo'lganlar. Karta bilan bog'langan telefon raqami juda muhim. Bankdan SMS keladi, tasdiqlash kodi keladi, pul tushgani haqida xabar keladi. Agar bu raqam farzandingiz, qo'shningiz, eski tanishingiz yoki ishlamay qolgan sim kartaga ulangan bo'lsa, siz nazoratni yo'qotasiz. Masalan, pensioner ayol kartasini ishlatmaydi. O'g'li bank ilovasini o'z telefoniga ulagan. Har oy pensiya tushadi. O'g'li yechib beradi. Hammasi yaxshi bo'lib turgandek ko'rinadi. Lekin oila ichida kelishmovchilik bo'lsa, telefon yo'qolsa, ilova paroli boshqada qolsa yoki pul noto'g'ri sarflansa, pensioner o'z pulini isbotlashda qiynaladi. Men bunday holatlarni ko'p ko'rganman. Pul egasi pensioner, lekin amalda nazorat boshqa odamda. Bu juda xavfli. 4-toifa kartasini va PIN kodini boshqa odamga beradiganlar. Men buni ochiq aytaman. Kartani qarindoshga berish ham xavfsiz emas. Agar siz pul harakatini nazorat qilmasangiz,
Albatta, ko'plab keksa insonlar bankomatdan foydalana olmaydi, yordam kerak bo'ladi. Farzand, nabira, qo'shni yordam berishi mumkin. Lekin pin kodni qog'ozga yozib kartaning yonida saqlash, kartani doimiy ravishda boshqa odamga topshirib qo'yish, SMS kodni aytish mumkin emas. Bugun 1 million 200 ming so'm pensiya tushsa, yordam bergan odam bankomatdan 1 million yechib 200 ming bank ushlab qoldi desa, pensioner tekshirmasa, pulning qayerga ketganini bilmaydi. Bank odatda bunday vaziyatda pin kod bilan yechilgan. Demak, karta egasining roziligi bo'lgan deb qarashi mumkin. Shuning uchun ishonch bor joyda ham nazorat bo'lishi shart. Keling, bir nechta hayotiy misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashaydigan 68 yoshli pensioner har oy 1 million 800 ming so'm pensiya oladi. Kartasi bor, lekin bankomatdan foydalanishni bilmaydi. Nabirasi har oy pulni yechib beradi. Bir kuni pensioner nega bu oy 1 million 500 ming berding deb so'raydi. Nabira bankomat komissiya oldi. Qolganini keyin yechamiz deydi. Aslida esa bankomatdan 1 million 800 ming so'm to'liq kechilgan bo'ladi. Agar pensioner SMS xabarini o'qimasa, chek olmasa, bankdan ko'chirma so'ramasa, buni aniqlash qiyinlashadi. Shuning uchun men tavsiya qilaman. Pul yechilganda albatta chekni oling, SMS kelgan summani tekshiring. Imkon bo'lsa, bank ilovasidagi tarixni farzandingiz bilan birga ko'ring, lekin parolni hammaga bermang. Ikkinchi misol. Pensiya 2 million 300 ming so'm. Karta muddati tugagan. Pensioner bankomatga boradi. Karta amal qilmaydi degan xabar chiqadi. U davlat pensiyani bermadi deb o'ylab, bir necha kun kutadi. Aslida pul bank hisobida turibdi. Bankka pasport bilan borilsa, yangi karta chiqariladi yoki kassadan hisobdagi pulni olish mumkin bo'ladi. Mana shu yerda muhim narsa, karta ishlamasa darhol pul tushmadi deb xulosa qilmang. Avval bankdan hisob holatini tekshiring. Agar bank pul tushmagan desa, keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qilasiz. Muammoning qayerdaligini ajratish kerak. Pensiya hisoblanmaganmi? Bankka jo'natilmaganmi? Bank hisobiga tushib, karta muammosi bo'ldimi? Uchinchi misol. Pensioner yangi pasport yoki ID karta olgan. Bankdagi ma'lumotlar eski pasport bilan qolgan. Pensiya jamg'armasi esa yangi ma'lumot kiritilgan. Ayrim hollarda bunday farq to'lov jarayonida tekshiruvga tushishi, bank xizmatlarida cheklov paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun hujjat almashganda faqat bitta idoraga emas, bankka ham xabar berish kerak. Pasport yoki ID karta, JSHR, telefon raqami, yashash manzili va hisob raqam ma'lumotlari bir-biriga mos bo'lishi kerak. Bu zerikarli ko'rinadi, lekin aynan shu moslik pulning vaqtida tushishiga xizmat qiladi. To'rtinchi misol. Qishloqda yashovchi pensioner kartaga pul tushishini kutadi. U yerda bitta bankomat bor. Bankomatda pul tugab qoladi. Odamlar navbatda turadi, ayrimlar boshqa tumanga boradi. Bunday vaziyatda kartaga pensiya olish yomon degani emas. Bu yerda yechim boshqacha. Bank kassasidan olish, boshqa bankomatlardan foydalanish, do'konda terminal orqali kerakli xaridlarni qilish yoki yaqin hududdagi bank shoxobchasiga oldindan borish. Lekin barcha pulni bir kunda yechib, uyda saqlash ham xavfli. Agar 2 million yoki 3 million so'mni naqd qilib uyga olib kelsangiz, yo'qotish, aldovga uchrash yoki keraksiz sarflab yuborish ehtimoli ortadi. Kartada qoldirilgan pul esa hech bo'lmaganda hisobda turadi. Harakatini tekshirish mumkin. Endi kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar kartangiz faol bo'lsa, amal qilish muddati tugamagan bo'lsa, pensiya o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, telefon raqami o'zingizniki bo'lsa, SMS xabarlarini o'zingiz ko'rsangiz, pin kodni hech kimga bermasangiz, bank ilovasiga begona odam kirmagan bo'lsa, siz odatda xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Lekin bu tekshirmay yuraverish mumkin degani emas. Men har oy kamida bir marta pul tushgan sana, summa va yechilgan summani solishtirishni maslahat beraman. Pensiya miqdori o'zgarganda, qo'shimcha to'lov bo'lganda, ushlab qolish bo'lganda buni bilib turish kerak. Endi istisnolar, yashirin xavflar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Pensiya kartaga tushgani bilan hamma pulni darhol yechib olish majburiy emas. Ayrimlar agar bugun yechmasam pul qaytib ketadi deb o'ylaydi. Odatda kartaga yoki hisob raqamiga tushgan pul sizniki bo'lib qoladi. Uni bugun, ertaga yoki keyinroq ishlatishingiz mumkin. Lekin karta bloklangan, hisob cheklangan yoki bank ma'lumotlari muammoli bo'lsa, foydalanish qiyinlashadi. Shuning uchun pulni yechib olish shoshilinch bo'lmasa ham, hisob faol ekanini tekshirib turish kerak.
ikkinchi nozik jihat qarzdorlik va majburiy undirish masalasi. Agar pensionerning sud qarori bilan undiriladigan qarzi, aliment, kredit bo'yicha muammosi yoki ijro hujjati bo'lsa, bank hisobiga tushgan pulga cheklov qo'yilishi mumkin. Bu juda og'riqli masala. Odam pensiya tushdi deb kutadi, lekin kartadan pul yechilmaydi yoki bir qismi ushlab qolinadi. Bunday vaziyatda bankni ayblashdan oldin ijro organlari kredit shartnomasi va sud qarori bor yo'qligini tekshirish kerak. Pensiya to'lovlari bo'yicha qonunchilikda ayrim himoya normalari bo'lishi mumkin, lekin har bir holat hujjatga bog'liq. Men bunday paytda bankdan yozma ma'lumot, ijro organidan qaror nusxasini ushlab qolish asosini so'rashni tavsiya qilaman. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Uchinchi nozik jihat karta turining farqi. Ba'zi pensionerlar bir nechta karta ishlatadi. Ish haqi kartasi, pensiya kartasi, yordam puli kartasi, valyuta kartasi yoki boshqa bank kartasi. Pensiya aynan qaysi kartaga tushishini bilmaslik ham muammo tug'diradi. Masalan, bir bankdagi eski karta yopilgan, odam yangi bankdan karta ochgan, lekin pensiya jamg'armasida eski hisob raqami qolgan. Natijada pul eski hisobga yo'naltiriladi yoki qaytadi. Shuning uchun menda karta bor degan umumiy gapni yetarli deb hisoblamayman. Aynan pensiya tushadigan hisob raqami qaysi bankda, qaysi kartaga bog'langan, karta faolmi, shuni aniq bilish kerak. 4-chi nozik jihat firibgarlar. Hozir eng ko'p uchraydigan xavf shuki, kimdir telefon qilib, pensiyangiz kartaga o'tadi, kartangiz bloklanadi, kompensatsiya puli chiqdi. Bankdanmiz, kodni ayting, pensiya jamg'armasidanmiz, tasdiqlash kerak deb aldashi mumkin. Men buni qat'iy aytaman. Hech qachon SMS kodni, karta raqamini, amal qilish muddatini, CVV kodini, PIN kodini telefonda aytmang. Hatto u odam o'zini bank xodimi, davlat idorasi vakili, mahalla xodimi deb tanishtirsa ham aytmang. Haqiqiy bank xodimi sizdan PIN kod yoki SMS kodni so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni qo'ying va kartangiz orqasida yozilgan rasmiy raqamga yoki bankning rasmiy kol markaziga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 5-chi nozik jihat bankomatdan foydalanishda xatolar. Karta bankomatda qolib ketishi mumkin, pul chiqmay qolishi mumkin, chek chiqmasligi mumkin, noto'g'ri summa tanlanishi mumkin. Bunday vaziyatda vahimaga tushmaslik kerak. Agar bankomat pulni yechilgan deb ko'rsatib, lekin naqd pul bermagan bo'lsa, darhol bankka murojaat qilish kerak. Bankomat joylashgan manzil, vaqt, summa, karta egasining ma'lumotlari yozib olinadi, ariza beriladi. Bank tekshiruv o'tkazadi. Ortiqcha yechilgan yoki berilmagan pul tasdiqlanib qaytariladi. Lekin buning uchun vaqtida murojaat qilish juda muhim. Keyin boraman deb yurilsa, masalani aniqlash cho'ziladi. 6-chi nozik jihat. Karta yo'qolsa nima bo'ladi? Agar pensiya kartangiz yo'qolsa, eng birinchi ish bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklatish. Men yana ta'kidlayman, avval bloklatish, keyin qidirish. Chunki karta qo'lga tushgan odam PIN kodni bilmasa ham, ayrim joylarda kichik to'lovlarni amalga oshirishga urinishi, internet orqali ma'lumotlarni ishlatishi yoki boshqa usullar bilan zarar yetkazishi mumkin. Karta bloklangandan keyin bankka pasport yoki ID karta bilan borib yangi karta chiqariladi. Pensiya hisob raqami o'zgarmagan bo'lsa, pul odatli hisobda qoladi. Lekin yangi karta boshqa hisob raqamga ochilsa, pensiya jamg'armasiga yangilangan ma'lumot berish kerak bo'ladi. 7-chi nozik jihat. Pensioner vafot etgandan keyingi holatlar. Bu mavzu og'ir, lekin amaliy jihatdan muhim. Agar pensioner vafot etsa, uning kartasidan pul yechish, ayniqsa vafotdan keyin tushgan yoki hisoblangan mablag'larni ishlatish huquqiy muammoga olib kelishi mumkin. Meros, dafn puli olinmay qolgan pensiya kabi masalalar tartib asosida hal qilinadi. Qarindoshlar karta qo'limizda edi, PIN kodni bilardik deb pulni yechib olsa, keyinchalik nizolar chiqishi mumkin. Shuning uchun bunday holatda bank va tegishli idoralarga rasmiy murojaat qilish, meros hujjatlari va qonuniy tartibga amal qilish kerak. 8-chi nozik jihat. Pensioner chet elga chiqsa yoki boshqa hududga ko'chsa, agar odam uzoq muddat boshqa joyga ketayotgan bo'lsa, kartasi ishlashini, bank ilovasi ochilishini, telefon raqami faol bo'lishini oldindan tekshirib qo'yish kerak. Telefon raqami o'chib qolsa, SMS kelmaydi, bankka kirish qiyinlashadi. Yashash manzili o'zgarsa, pensiya hujjatlariga ta'sir qiladigan holatlar bo'lishi mumkin. Shu sababli ko'chish, hujjat almashish, familiya o'zgarishi, telefon raqami almashish kabi har qanday katta o'zgarishdan keyin bank va pensiya ma'lumotlarini tekshirish zarur. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, kartangizni qo'lingizga olib,
amal qilish muddatini tekshiring. Oy va yil yozilgan joyiga qarang. Agar muddat yaqinlashgan bo'lsa, bankka borib yangi karta chiqarish tartibini so'rang. Bankka borganda pasport yoki ID karta, telefon raqamingiz eski karta kerak bo'lishi mumkin. Ayrim banklarda karta tayyor bo'lishi uchun bir necha kun kerak bo'ladi. Ayrimlarda tezroq beriladi. Shuning uchun oxirgi kungacha kutmang. Ikkinchi qadam, pensiya aynan qaysi hisob raqamga tushayotganini aniqlang. Bankdan hisob ma'lumotnomasini yoki rekvizitlarni so'rashingiz mumkin. Agar siz kartani almashtirgan bo'lsangiz, yangi karta eski hisobga bog'langanmi yoki butunlay yangi hisob ochilganmi, shuni so'rang. Bu juda muhim. Chunki karta yangilangani bilan hisob raqam o'zgarmasa, ko'pincha pensiya odatdagidek tushaveradi. Lekin yangi hisob ochilsa, tegishli idoraga yangi rekvizit berilmasa, pul eski yo'nalishda qolib ketishi mumkin. 3-qadam. Telefon raqamingizni tartibga keltiring. Bankdagi SMS xabarnoma va bank ilovasi o'zingiz foydalanadigan raqamga ulangan bo'lsin. Agar pensioner telefon ishlata olmasa, ishonchli farzand yordam berishi mumkin. Lekin bu yordam nazoratli bo'lishi kerak. Men eng to'g'ri yo'l deb shuni bilaman. Pensionerning o'z nomidagi SIM karta bo'lsin. SMSlar shu telefonga kelsin, farzand faqat o'qishga va tushuntirishga yordam bersin. Kodlar, parollar va pin kodlar esa begona odamlar qo'liga chiqmasin. 4-qadam, bankdan ko'chirma olishni o'rganing. Har oy pensiya tushgandan keyin bankomatdan chek olish, bank kassasidan hisob ko'chirmasi so'rash yoki mobil ilovadan tarixni ko'rish mumkin. Masalan, pensiya 2 million so'm bo'lsa, tushgan sana va yechilgan summani solishtiring. Agar 2 million tushib, 1 million 700 ming yechilgan bo'lsa, qolgan 300 ming qayerda turganini biling. Agar noma'lum to'lovlar bo'lsa, bankka murojaat qiling. Mayli keyingi oy ko'ramiz deb yurish xato. Pul masalasida har bir harakat izohli bo'lishi kerak. 5-qadam, bankomatdan pul yechishda ehtiyot bo'ling. Bankomat oldida begona odamning yordamiga suyanmang. Agar yordam kerak bo'lsa, o'zingiz tanigan ishonchli odam bilan boring. Pin kodni qo'lingiz bilan yopib tering. Pul chiqqach, darhol sanab oling, kartani va chekni oling. Bankomat yonida pulni hammaga ko'rsatib sanamang, ayniqsa katta summa bo'lsa. Agar bankomat karta yoki pulni bermasa, joydan ketib qolishdan oldin bankomatdagi aloqa raqamiga yoki bank markaziga murojaat qiling.